Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, pensiya oluvchi ota-onalarimiz, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, bu nimani anglatadi? Kimga ta'sir qiladi? Kim xavotir olmasligi kerak va pensiyani kechiktirmasdan muammosiz olish uchun nimalarni yodda tutish zarur? Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli. Chunki bir kunlik kechikish ham ayrim oilalarda dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki qarz majburiyatlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'p insonlarga vaqtida yordam beradi. Men avvalo masalani oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya har oy belgilangan tartibda to'lanadi. Lekin bu har bir pensioner bir xil kunda pul oladi degani emas. Kimdir oy boshida kartasiga tushum oladi. Kimdir naqd pulni pochta yoki yetkazib berish xizmati orqali oladi. Kimdir esa bank bo'limi, bankomat yoki mobil ilova orqali foydalanadi. Jadval odatda hudud, mahalla to'lov turi, bank tizimi, naqd pul yetkazib berish yo'nalishi va ayrim texnik jarayonlarga qarab tuziladi. Oldin ko'pchilik pensionerlar men har oy benja sanada olaman. Meniki 10 sanada tushadi, bizning mahallaga har doim 12 sanada olib kelishadi deb o'rganib qolgan edi. Bu odat albatta qulay. Chunki odam o'z xarajatini shunga qarab rejalaydi. Masalan, 6 sanada dorixonadan dori olish, 8 sanada kommunal to'lov qilish, 10 sanada nabiraga yordam berish kabi reja tuziladi. Lekin jadval qayta tuzilganda ana shu odatiy sana bir necha kunga oldinga yoki orqaga siljishi mumkin. Muhim joyi shuki, jadval o'zgarsa, bu pensiya bekor bo'ldi yoki kamaydi degani emas. Bu odatda to'lov jarayonini tartibga solish, hududlar bo'yicha yuklamani teng taqsimlash, bank va yetkazib berish xizmatlaridagi navbatlarni kamaytirish, naqd pul yetkazish xavfsizligini ta'minlash yoki dam olish kunlari sababli sanalarni moslashtirish uchun qilinadi. Men ko'p murojaatlarda ko'raman, odam jadvaldagi o'zgarishni pul ushlanib qoldi deb tushunadi, vahimaga tushadi. Keraksiz joylarga borib navbatda turadi. Aslida birinchi qilinadigan ish vahima emas, o'z to'lov turi va hududi bo'yicha aniq sanani tekshirishdir. Endi qayta tuzildi degan gapning amaliy ma'nosini aytaman. Agar sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, demak ayrim pensionerlarning to'lov kuni avvalgi oyga nisbatan o'zgarishi mumkin. Kimdadir karta orqali tushadigan pensiya odatdagidan oldinroq keladi. Kimdadir keyinroq ko'rinadi. Naqd pul oladiganlarda esa yetkazib berish yo'nalishi mahalla bo'yicha navbat yoki mas'ul xodimlarning ish grafiki o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, oldin bir tumandagi 3 ta mahallaga bir kunda xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, endi u 2 kunga bo'linishi mumkin. Buning sababi oddiy. Bir kunda juda ko'p pensionerga naqd pul yetkazilsa, mas'ul xodimlar ulgurmasligi, navbat cho'zilishi, ayrim manzillarda pensioner uyda bo'lmasligi yoki xavfsizlik bo'yicha noqulayliklar paydo bo'lishi mumkin. Jadval qayta tuzilganda birinchi mahalla 7 sanada, ikkinchi mahalla 8 sanada, uchinchi mahalla 9 sanada oladigan bo'lishi ehtimol. Bu pensionerning huquqi kamaygani emas, jarayon tartiblanganini bildiradi. Yana bir misol, karta orqali pensiya oladigan pensioner odatda dars sanada pul tushishini kutadi. Sentyabr oyida esa 4 sana dam olish kuni yoki tizimdagi qayta ishlash jarayoniga to'g'ri kelsa, pul 5 yoki 6 sanada ko'rinishi mumkin. Aksincha ayrim hollarda odamlar oldinroq ham oladi. Chunki jadval bankka oldindan yuborilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'tgan oy 4 sanda tushgan edi. Bu oy 4 sanda tushmadi. Demak, muammo bor degan xulos har doim ham to'g'ri emas. Men birinchi navbatda naqd pul shaklida pensiya oladigan pensionerlarga alohida e'tiborli bo'lishni tavsiya qilaman. Chunki karta egasi pul tushgach uni istalgan payt yechib olishi yoki plastik karta orqali sarflashi mumkin. Naqd pul oladigan odam esa ko'pincha aniq kunda uyda bo'lishi, telefonni yoqib qo'yishi, hujjatini tayyorlab turishi kerak. Agar mas'ul xodim kelganda pensioner uyda bo'lmasa, keyingi kunga yoki belgilangan qayta yetkazish tartibiga qolib ketishi mumkin. Bu esa menga bermadi degan tushunmovchilikni keltirib chiqaradi. Ikkinchi toifa yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Yangi pensionerlar ko'pincha hali tizimga to'liq o'rganmagan bo'ladi. Pensiya tayinlangan sana birinchi to'lov qaysi oyga hisoblangan, to'lov kartaga tushadimi yoki naqd beriladimi? Bularni aniq bilish kerak. Masalan, fuqaro avgust oxirida pensiya hujjatini topshirgan bo'lsa, sentyabrda birinchi to'lovni kutadi.
Lekin hujjat ko'rib chiqish muddati, ma'lumotlarni tekshirish, bank rekvizitlarini kiritish kabi jarayonlar bo'ladi. Bunday holatda jadval o'zgarishi bilan birga birinchi to'lov sanasi ham odatdagi sanadan farq qilishi mumkin. Uchinchi toifa boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chib o'tdi yoki bir tuman ichida boshqa mahallaga ko'chdi. Ro'yxat manzili, yashash manzili, pensiya ishi qaysi bo'limda yuritilayotgani va to'lov manzili bir-biriga mos bo'lmasa, pulni olishda kechikish bo'lishi mumkin. Men bunday holatlarda men doim shu bankdan olardim degan gap yetarli emasligini aytaman. Tizimdagi manzil va to'lov shakli yangilangan bo'lishi shart. 4-toifa ishonchnoma orqali pensiya olib beriladigan insonlar. Agar pensioner betob bo'lsa, yoshi katta bo'lsa yoki harakatlanishi qiyin bo'lsa, farzandi yoki yaqin qarindoshi ishonchnoma asosida pensiyasini olishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati, undagi vakolatlar, pasport ma'lumotlari va bank talablariga albatta e'tibor berish kerak. Jadval o'zgargan paytda ishonchnoma muddati tugab qolgan bo'lsa, odam bankka borib, nega bermayapsiz deb asabiylashadi. Aslida muammo jadvalda emas, hujjatning amal qilish muddatida bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz kartaga tushsa va sizda oldingi oylarda hech qanday muammo bo'lmagan bo'lsa, 1 yoki 2 kunlik siljishdan darrov xavotir olmang. Avval bank ilovasini tekshiring, SMS xabarlarini ko'ring, bankomatda balans so'rashdan oldin karta faol ekanini biling. Ayrim hollarda emas, lekin pul kartada bo'ladi. Bunga telefon raqam almashtirilgani, SMS xizmati o'chirilgani yoki aloqa operatori kechiktirib yuborgani sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat SMSga qarab xulosa chiqarmang. Agar siz har oy naqd pul olsangiz va mahallangizda jadval o'zgargani haqida xabar berilgan bo'lsa, yangi sanani kutish kerak. Lekin yangi sana o'tib ketsa, albatta mas'ul tashkilotga murojaat qilish kerak. Ya'ni xavotir bilan tartibli tekshiruvni farqlash zarur. Men doim aytaman, pensioni o'z pulini so'rashga to'liq haqli, lekin avval faktlarni aniqlab, keyin murojaat qilsa, masala tezroq hal bo'ladi. Birinchi misol. Dilbar opa 68 yoshda pensiya naqd oladi. Har oy 8 sanada mas'ul xodim mahallaga kelib, pensionerlarga pul tarqatgan. Sentyabrda jadval qayta tuzilgani uchun ularning ko'chasi uning sanaga o'tkazildi. Dilbar opa 8 sanada kutdi. Hech kim kelmadi. Keyin qo'shnilardan pensiya kechikibdi degan gapni eshitdi. Aslida kechikish emas, to'lov kuni o'zgargan. Agar u mahalla mas'uli yoki pensiya bo'limidan aniqlasa, 10 sanada uyda bo'lishi kerakligini biladi va muammo chiqmaydi. Ikkinchi misol. Karim aka pensiyani kartaga oladi. Odatda 5 sanada 1 million 300 ming so'm tushadi. Bu oy 5 sanada tushmadi. U darhol bankka boradi, navbatda turadi, asabiylashadi. Bank xodimi esa to'lov reyestri hali kelmaganini, hudud bo'yicha tushum 6 yoki 7 sanada bo'lishini aytadi. Karim aka bir kun kutsa ortiqcha yo'l, vaqt va asab ketmas edi. Bu yerda asosiy saboq shuki, karta egalari ham jadval bo'yicha hududiy farq bo'lishini bilish kerak. Uchinchi misol, Malika opa yaqinda pensiyaga chiqdi. Unga pensiya sentyabrdan tayinlangan, lekin birinchi to'lov qachon tushishini aniq bilmaydi. U qo'shnisidan bizga 7 sanada tushadi degan gapni eshitib o'sha kuni kutadi. Lekin yangi tayinlangan pensiyalar bo'yicha ma'lumot bank tizimiga keyinroq yuborilgan bo'lishi mumkin. Natijada unga 12 sanada tushadi va oldingi kunlar bekorga xavotirda o'tadi. Shuning uchun yangi pensionerlar birinchi to'lov bo'yicha alohida tekshirish kerak. 4-misol. Nuriddin aka boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya hujjatidagi to'lov manzilini yangilamagan. Sentyabrda jadval o'zgargach, eski mahalladagi ro'yxatda uning nomi turibdi, yangi manzilda esa hali ko'rinmaydi. Bu holatda pul yo'qolmaydi. Lekin uni olish uchun ma'lumotlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Shu sababli manzil o'zgargan bo'lsa, keyin qilaman deb yurmaslik kerak. Pensiya tizimida manzil va bank rekvizitlari juda muhim. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya jadvali o'zgargan, pensiya miqdori o'zgardi degani emas. Miqdor alohida asoslar bo'yicha belgilanadi. Ish staji, ish haqi ko'rsatkichlari. Pensiya turi, ustamalar, imtiyozlar, qayta hisob kitoblar. To'lov sanasi esa alohida masala. Agar sizga odatdagidan kam pul tushsa, buni jadval bilan aralashtirmang. Bunday paytda pensiya bo'limidan hisob kitob izohini so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasining muddati tugagan bo'lishi mumkin. Pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida karta eskirgan.
bloklangan yoki almashtirish kerak bo'ladi. Ayniqsa kartaning amal qilish muddati sentyabr oyiga to'g'ri kelsa, pul tushumi ko'rmasligi yoki yetishda muammo bo'lishi mumkin. Karta muddati tugashidan oldin bankka murojaat qilish yaxshi. Yangi karta olganda pensiya tushadigan hisob raqami o'zgargan, o'zgarmaganini ham tekshirish kerak. 3-nozik jihat. Pensionerning shaxsiy ma'lumotlari yangilangan bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta almashtirilgan bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana yoki hujjat raqami tizimda mos kelishi kerak. Ayrim hollarda eski pasport ma'lumoti bilan bankdagi yangi ma'lumot mos kelmay qoladi. Bunda kichik ko'ringan farq ham to'lovni tekshirishga tushirib qo'yishi mumkin. 4-nozik jihat. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarda aliment, ijro hujjati, kredit majburiyati yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya tushadi, lekin to'liq miqdor emas, ma'lum qismi ushlab qolinadi. Pensioner buni jadval o'zgargani uchun kam tushdi deb o'ylamasligi kerak. Agar miqdor keskin kamaygan bo'lsa, bankdan operatsiya tarixini, tegishli idoradan esa ushlab qolish asosini so'rash lozim. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Jadval o'zgargan paytda odamlar xavotirda bo'ladi. Shundan foydalanadiganlar ham topiladi. Kimdir telefon qilib pensiyangizni tezlashtirib beramiz, kartangizni tekshirish uchun kod ayting, plastik raqamingiz va SMS kodini yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, karta parolini aytmang, telefon orqali shaxsiy ma'lumotlarni tarqatmang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idora, bank bo'limi yoki ishonchli aloqa kanallari orqali hal qilinadi. Endi nima qilish kerakligini ketma-ket tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiyani qaysi shaklda olishingizni aniqlang. Karta orqalimi, naqd pul orqalimi, ishonchnoma orqalimi? Chunki har bir shaklda tekshirish yo'li boshqa. Karta bo'lsa bank ilovasi, SMS, bankomat va bank bo'limi orqali tekshirasiz. Naqd bo'lsa mahalla mas'uli, yetkazib berish xizmati yoki pensiya bo'limi orqali aniq sanani bilasiz. Ikkinchi qadam, sentyabr oyi uchun o'zingizning hududingizdagi to'lov sanasini aniqlang. Bunda qo'shnimga tushdi, menga ham tushishi kerak degan yondashuv har doim to'g'ri emas. Qo'shningiz boshqa bank kartasiga olishi, boshqa toifaga kirishi yoki avvalgi oy bo'yicha farqli hisob-kitobga ega bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l o'z ma'lumotingiz bo'yicha tekshirishdir. 3-qadam, hujjatlarni tayyor tuting. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, pensiya hujjati, bank kartasi. Ishonchnoma orqali olinadigan bo'lsa, notarial ishonchnoma va vakilning shaxsini tasdiqlovchi hujjati kerak bo'ladi. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, ro'yxatdan o'tganlikka oid ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar tayyor bo'lsa, masala tezroq ko'riladi. 4-qadam, karta muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin kunlarda tugasa, bankka boring. Yangi karta olganda pensiya tushadigan hisobga bog'langanini so'rang. Bank xodimidan pensiya tushumi aynan qaysi hisobga keladi? Yangi karta shu hisobga ulanganmi? deb aniq so'rash kerak. Bu savol oddiy, lekin ko'p muammoni oldini oladi. 5-qadam, agar belgilangan sana o'tib ketgan bo'lsa, murojaatni tartibli qiling. Avval bankdan yoki to'lov joyidan pul kelgan-kelmaganini aniqlang. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, manzilingiz, pensiya turi, oxirgi marta qachon olganingiz, bu oy qaysi sanada kutganingiz va qanday muammo bo'layotganini aniq yozing. Pulim yo'q deb umumiy aytishdan ko'ra, sentyabr oyi pensiya to'lovi kartamga tushmadi. Karta raqami oxirgi 4 raqami falon, oxirgi tushum avgust oyida bo'lgan deb tushuntirilsa, tekshirish tezlashadi. 6-qadam. Agar siz pensionerning farzandi yoki qarindoshi bo'lsangiz, ota-onangiz nomidan ish yuritishda hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtiring. Ko'p farzandlar yaxshi niyat bilan bankka boradi, lekin ishonchnoma bo'lmagani uchun ularga ma'lumot berilmaydi. Bu bank yoki idoraning yomon munosabati emas, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talabi. Shuning uchun pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakillik hujjatini oldindan tayyorlash kerak. 7-qadam, xarajatlarni bir necha kunga moslab rejalang. Agar siz odatda 5 sanada pensiya olsangiz, sentyabrda jadval o'zgarishi ehtimoli bo'lsa, eng zarur dorilar, non, oziq, ovqat va yo'l xarajatini kamida bir necha kunga yetadigan qilib oldindan o'ylab qo'ying. Men buni shunchaki moliyaviy maslahat sifatida emas, hayotiy ehtiyoj sifatida aytyapman. Chunki
jadval o'zgarishi qonuniy tartibda bo'lsa ham odamning kundalik ehtiyojlari kutib turmaydi. Eng avvalo ijtimoiy tarmoqlardagi tekshirilmagan xabarlarga darrov ishonmang. Hamma pensiya falon sanaga qoldirilibdi. Kim bormasa puli qaytib ketar ekan. Faqat bugun ariza yozish kerak ekan kabi gaplar ko'pincha vahima uyg'otadi. Har bir hududda, har bir to'lov shaklida vaziyat farq qilishi mumkin. Rasmiy manba yoki mas'ul xodimdan tasdiqlanmagan xabar asosida qaror qilmang. Ikkinchidan, bankomat oldida begona odamlardan yordam so'raganda ehtiyot bo'ling. Ayniqsa yosh katta pensionerlar karta bilan ishlashda qiynalishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, bank xodimiga murojaat qiling. Begona odamga kartani bermang, PIN kodni aytmang, telefoningizga kelgan kodni ko'rsatmang. Pensiya pulingizni himoya qilish ham sizning huquqingiz, ham ehtiyot chorasi. Uchinchidan, birinchi kechikishda darhol janjal qilishga shoshilmang. Men buni pensionerning haqqini kamaytirish uchun aytmayapman. Aksincha, sizning murojaatingiz natija berishi uchun aniq va dalilli bo'lishi kerak. Qaysi sana, qaysi bank, qaysi to'lov shakli, oxirgi tushum qachon, hujjatlaringiz joyidami? Bularni bilib borsangiz, mas'ul xodim ham sizga aniq javob beradi. Sentyabr oyidagi jadval qayta tuzilishi birinchi navbatda to'lov sanalari va tashkiliy tartibga taalluqli bo'lishi mumkin. Pensiya olish huquqingiz saqlanadi. Agar sizga pensiya tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank yoki naqd to'lov yo'nalishida texnik muammo bo'lmasa, pulingiz belgilangan tartibda berilishi kerak. Lekin o'zgarishlardan bexabar qolmaslik uchun pensionerning o'zi yoki yaqinlari faol bo'lishi zarur. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shunday. Har oy boshida to'lov sanasini aniqlang. Karta va hujjatlarni tekshiring. Manzil yoki telefon raqam o'zgarsa vaqtida yangilang. Ishonchnoma muddati tugamagani ko'ring. Pul tushmasa avval bankdan, keyin pensiya bo'limidan aniqlik kiriting. Shu oddiy tartib ko'p asab, ko'p vaqt va ko'p tushunmovchilikning oldini oladi. Xulosas qilib aytsam, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, buning eng asosiy ma'nosi to'lov kuni yoki yetkazib berish tartibi o'zgarishi mumkinligidir. Bu pensiya bekor bo'ldi, kamaydi yoki umuman berilmaydi degani emas. Lekin har bir pensioner o'z sanasini, to'lov shaklini, kartasi va hujjatlarining holatini aniq bilishi kerak. Ayniqsa naqd pul oladiganlar, yangi pensiyaga chiqqanlar, manzili o'zgarganlar va ishonchnoma orqali pensiya oldiradiganlar alohida e'tiborli bo'lishi zarur. Agar sizda sentyabr oyidagi pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz? Pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd olasizmi? Odatda qaysi sanada olardingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bitta aniq tushuntirish bir insonning vaqtida pensiya olishi, dorisini vaqtida xarid qilishi va ortiqcha xavotirga tushmasligiga yordam beradi.